To'yga tayyorlanamiz. Ertalab 6:57. 6:30da turib tayyorlanishni boshladim. Yaxshi qiz. Boshqa shaharga to'yga ketyapmiz. Ko'kargan joy berkitish kerak. Bitta dalba yo'q menga ertalabda. Basharani qara, sanikida basharam bo'lib qolgandan Xudo asrasin deb yozib qo'ydi. Iloho amin. Betingizdan qaynoq suv to'kilib ketib, undan battar bo'lib qoling. Mani sepkil yuzlarim sizga havas bo'lib qolsin, orzu bo'lib qolsin. Qaytlariga kirib chiqayotgan ekan mani betimdagi sepkillarim. Biron yuzidan irganguncha o'zingizga tuzatish bilan ovora bo'ling. Yaxshi kunlaringizga qaynoqqina betingizni ishlating. Kimdir sevib qolmas shekilli. Bitta gap aytaymi? Men gapirgan hamma gaplarimni rostmi yolg'onmi odamlar rost deb o'ylab ko'chalarda gapirib yurishar ekan. Meni tanigan odamlar. Gaplarimga chippacha ushlanadigan odamlar ham bor ekan. Hoş geldin. Ertalabda qani uyg'otadigan qo'shiq bo'lyapti. Hech ko'rmadim hech. Siqilib eshitadigan qo'shiq emasmi? Bu men sevgan qo'shiqlarim. Dugonamni eslatyapti. Dugonam kuchayib ketdi. Yigit topgandan keyin sen kimsan deb og'zini sakrab debdi. Hozir shu qo'shiq eshitib kimdir sevib qolman deb video chiqarsam, ertaga biz qishloqda gap chiqadi. Boshqasini topib, o'ynashib ushlanib qopti. Eri haydab yuboribdi. Yaqin O'zbekistonga kelarkan degan g'iybat chiqadi. Ishonaverasizlar. Qo'shimni chiroyli qo'yadimmi? Menga juda yoqdi. Qo'shiqqa nimagadir kompot bo'lib qoldi. Kelishildimigina? Yomon yoqdi shu bali. Sal qora qiladi maniga. Qo'lda ozgina yedirib olamiz. Bir ekmasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Chekdik. Labga o'tamiz. Men kiyimim tayyor bo'lsam, qolgan hamma tayyor bo'ladi oxiriga. Nima kiyishimni bilmayman, garderobga kirib qidirib ko'raman va oxirgisini sizlar bilan bo'lishaman. Faqat qo'llarni taxtik, shunchaki to'lkamni qildim, orqam qoldi. Chunki bunaqa volumga qo'ygan yaxshi menga. Bunga bitta bunim bor. Kars achaliga o'xshab qoldim cho'pa. Bu bor. Qaysi birini tanlay? Oyog'imga shunaqa tuflicha. Menga yoqdi masalan. To'y taassurotlari bilan videoni oxirida sizlarni ham tanishtiraman. 2 soat yo'l yurib to'yga ham yetib keldik. O'zi ham atmosfera yorvarishim bo'pti. Bahorda gullar ochilganiga to'y atmosferasi super prosta. Kelin-kuyovlarimiz chiqishda bir-birlarini tabriklashdi, itlarni ham qo'shib tabriklashdi. Qirmiz gul mazza qilib o'ynadi. O'zi ham zo'r bo'ldi to'y.